Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar, do'sti birodarlar. Xudo xolasa yana o'sha har bir insonni o'zini joyidan taniydigan aka-ukalarimiz bor. Xudo xolasa aka joyda ko'rib bilsangiz kerak, Usmonjon do'stimning xonadonlariga yetib kelganmiz. 22-mart Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan o'sha Usmonjon do'stimizning xonadonlariga yana mana bunday boqma buqalari zo'rlari kelgan. Mana bunaqa gibridlari bitta bo'lmasa iloji yo'q aka. Xudo xolasa videorolikni oxirigacha ko'rasiz aka. Aksariyat qismi mana bunaqa kavishlarni qaytarib turgan variantidan bo'ladi. Kimga qanaqasi ma'qul kelgan bo'lsa, yakkalab, dukkalab sotilaveradi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mollarda yemog'i-chimog'i Oybekjon, sog'ligini nima qildingiz, bir qator ko'rdingizmi degan aka-ukalarga oyoq qo'li butun, sog'ligiga sog'lom. Xudo xolasa aka ko'ngilli bo'lmasdan savdosini qilaverasiz. Mana orqa boshlarni aka Xudo xolasa gapirmasa ham bo'ladi, haqiqiy boradi. Yemini yeydi. Buni ozmoz yetalash kerak emas. Sababi eng kichigini bo'yi ham adashmasa 1.15 qaralaversa kerak. Xudo xolasa bir qator real nisbatlari bilan videorolik davomida ko'rsatamiz. Sizdan bittadan like, bizdan esa chiroyli videorolik bo'ladi. Usmonjon. Albatta aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamang. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Kelyapsizmi? Charchamang. Assalomu alaykum. Oybekuzning ashaddiy obunachilari, hojotojonalar, amalan yaxshimisizlar? Charchamasdan. Aytaman har doim o'da betadan like, betadan kommentariya sizdan kutyapmiz. Hozir bosib turinglar. Mollar o'ta go'zallar keyin. O'tkazib va partaga yetkazmagan obunachilar telefon qilaman. Yangilari undan da go'zallari keldi xudo xolasa. Videoda oxirgi ko'rinda eng qizig'i narxi o'tkazibdagidan ham yengil qilib beraman sizlarga obunachilar. Otangizga. Aka mollarda o'ta go'zallardan keldi. O'tkazib parkidan kam lekin. Qayda kam? 2, 4, 6, 8, 9, 10 ta mol bor aka. O'tkazib bilan 14 ta chiqazganmiz. 10 ta chiqadi shekilli. 14 ta chiqazganmiz naridan bo'lgan. Yo'q. Bo'ldi 10 ta, bu safar 10 ta aka. Mendan beri o'ltirgan bo'lgan. Bu safar 10 ta aka. Bo'ldi gap so'z. Bugun bu safar bir pachka. Bu pachka. Narxini yengil qilib bering, biz 15 tani o'rnida olaveramiz. Yengil bo'ladi aka. Baragasini bersin. Telefon qilsin, narxi yengil bo'ladi aka. Bo'ldi. Qaysi tarafdan boshladi? Mana kattadan boshlaymiz. Aynan nima yeb turibdi bu mollar? Aka bizda o'sha quruq beda bilan mana edi. Quruq beda bilan somon yeyapti, xudo xolasa. Qayda? O'z bilasizmi, surasini somon yeyishini aka safar. Telefon kelganiga men ham aqlim ketib qolib. Sara beda aka u. Quruq beda deyapti. Bedani qaydan oldingmi? Abdulaziz do'stim telefon qilib qoldi-da. Nima gap, jigar? Bo'lyapti, ko'ringchi. Mollarni boshladik unda. Aka, yemishi xudo xolasa aka somon bilan silos yeb turibdi. Inshaalloh mollarni sog'lomligiga bitta zo'r gap gapiraymi? Mana eshikda uyog'ida o'zlarini boqayotgan mollari bor. Albatta. Ko'ngilda bo'lmay olaverasiz. 30-40 millionlik mollar bor-da, bu mollar kasal mollarga gap kelib qo'yib, u mollarni yoniga yaqinlashtirilmaydi. Ko'ngilda bo'lmang, to'g'ri, shubhalanishingiz mumkin. 5 qo'l baravar emas, lekin bular eskidan savdogarlikda nonini yeb yurgan. Kecha bugun qo'sh tirnoq ichidagi firibgarlarga o'xshab chiqib qolmagan aka. Boshladik-a do'stlar? Aka birinchisi mana. Bo'ldi. Xudo xolasa aka, molni ko'rib turibsiz. Oldi o'ngan qismi, oyog'ini istagan tuyoqligiga bitta like-ni bosmasangiz iloji yo'q. Xudo xolasa oldi o'ngani, mana ko'ring, mana. Mashina oldi bor-ku, qarangda. O'zi bilinib turibdi, oldi, mana ko'ring. Aka mana oldiga dahshat. Bu aka, mana. Orqa ketib bir xil deganida Usmonjon, aytaman, biz molni maqtamaymiz, borlig'ini ko'rsatamiz, lekin tushunmaydigan aka-ukalar uchun ko'rsatamiz. Albatta aka. Asli biladigan odam shuni molni qaraydi, ha. Ko'rib bo'ldi. Yelka orqa boshi yaxshi ekan, mol badani ichida o'zi ko'chib bo'libdi, xudo xolasa istilib olib bersam bo'ldi ekan deydi bilgan odam. Lekin bilmagan odamga biz ko'rsatib qo'yamiz. Qana tartibda qo'yamiz. Ikkitasini qo'yib beramiz aka mayda. Hammasini qo'yib beramiz oxirida aka. Bo'ldi. Aka, optim savdosini ham kuting, ketdi aka. Ikkinchisi. Bu ham aka o'sha gap. Buni ham mana zapas o'tlag'i hajjani o'g'il. Oq quloq, oq tumshuq aka. Mana yengil, ko'ring? Parash deydi. Oq quloq, oq tumshuq variantda akalar. Tuyoqlari oq tuyoq aka. Tuyoqlari oq, qo'yinki gibridlik alomati bormi? Bor. Aka mol orqa ko'rpusini bitta ko'rsating. Devon aka orqasidan to'qolsin molda aka men. Jonivar, mana ko'ring. Orqa stoyka holatlariga ham aka gap bo'lishi mumkin emas. Jigar bo'ybastiga nima deb qo'yasiz? Bu 20 aka, 1.18 ga olishur aka bo'yin aka. Bo'ybastiga 1.20, 1.18 ga olishur. Bo'yini bilasiz, bo'yiga tortishmayman aka. Shunaqa. Har doim bo'yiga tortishmayman. Bo'yiga sotmaymiz, prosta videoda katta kichik ko'rinib qolsa. Sifatiga bitta ahamiyat bering, xudo xolsa maza qilishar aka. Gap so'z yo'q. Narxini aytaman, har doim bo'ladigan sena qo'yib aka. O'zimiz eski gap, eski stil. Hali hamma o'zini shabloni stili bo'ladi aka. Hali bo'ladigan narxi yo'q. Har safar aytaman, hali men bir-birimiz obunachilar yaxshi ko'rinmay qo'yib, yaxshi ko'rinlik, bitta narx aytib maza qilsa aka. To'g'ri, men mollarni ko'rsatib qo'yaman aka. YouTube'da yosh bola ko'rmaydi-da, hali 20 qilib, hali qilib bunaqa qo'ydim. Dangal gapirib aka, bunga 20 million 500 ming kerak yo'q aka. Bir joyga olsam 18 million 500 mingdan, telefon qilsa 18 million 400 ming YouTube'dan beraman aka. Baragasini bersin. 18 million 400 dan 18 million 400 ming so'mdan telefon qilsa YouTube'dan beraman. O'sha gap, tanlab olsin. Xohlasin
Trendga chiqib ketdi, ko'ryapsan Shvedni videoda. olsin, xohlasin, narigisini olsin, 18.400 bir joyga o'tib ham beraman. Baragasini bersan. Yana sog', voy Mana aka. yangilik kiritding sen. Ha? Yana o'tib beraman degan gapni gapirib Bo'ldi, qo'ydim. ket. Tildan chiqdi ketdi aka. Mana Gapsiz aka, yo'q. Bu bo'ldi qaram. Usmonjon gaping bimda ko'ryapsanmi? Hamma aka bo'ldi, pulidan tillab olib Ha, ketyapti. bilasizmi? Bo'lsin aka. Bo'lsin. Odam o'zidan nimadan tayinlanishi kerak aka, bo'lsin. To'ppa to'g'ri. Mana aka mana mollar orqalarini ko'ring. Bu chakana mollar emas aka. Olsin bo'ldi 18.400 mingdan o'tib beraman. Obunachilar, to'g'ri tushuninglar, telefon qilyapsizlar. Endi misol narx qo'yib beryapsiz. Hammalanga rahmat. Endi bu molga men 20 million narx qo'yaman. Telefon qilsalar 1,5 million o'tib beraman. 18,5 million bo'ladi. Shunda 1 million 600 ming o'tib beraman. Endi unaqa narsa qilmayapmiz. Iloji boricha kelgan narxi ozgina foyda qilib sotyapmiz. Kam xo'ram, hamisha xo'ram. Telefon qilib o'tib beryapman. Kami Odamni bor. aqlini aldamayapsiz-da, hali ko'ziga yaxshi ko'rinib, "Voy 1,5 million o'tib berdi." Yo'q, aka. Shunaqada. Yosh bola ko'rmaydi. Albatta. 18 million 400 ming so'mni telefon qilib o'tib beraman. 120 ali bu qolaga. Aka bog'lak mana toza 120 ali bu qola. Endi misol metr o'lchamayapmiz, metr ham bor ekan, nima edi? Metr tortib qo'ying. Mana aka. Tuyoqlariga, uzunliklariga ham aytib berib qo'ying aka, mana bu. Mana Mana ko'rsatib aka, qo'ying. aligida shubha gumon iymon beradi. Mana. Daji oshiq ham turibdi, lekin boring 20 ga oling. 22 chiqib. Molni oldi bax-baqa ungan qismlari Mana aka. har doim aytganingizdek mana qo'liga alohida e'tibor berasiz, tuyoq holati yaxshi boqsangiz. Aka, hali yo'q tonnani ko'taradi, yo'q gap gapirmayman. Siz 600 kilo qiling, soting bo'ldi. To'g'rimi nima aytding Usmonjon? 500 kilo 600 kilo qilib sotsin, 270 kilo go'sht qilaveradi. Mol ham arzonga olinadi, yaxshi daromad qilaveradi. Hali tonna bo'ladi deb osmonga 3 oy, 4 oy, 5 oyda tayyorlar. Aka bu 120 aka, 120 ga olishadi. Bu 1. Hop, birinchisi bu, jonivor. Ikkinchisi mana. Yomon emas aka. Uzunligi. Mana ko'ring. Voy mashalloh, mana yelkan aka. Nima deyapti? Eng qizig'i mana ko'ring. Uju mol to'lov jarayonidan chiqib qolgan variantini aka. Oldi ungan qismi. Mana shu mollarda aka aytayapman. Voy jonivor, qarang mana. Qitig'i bor ekan, tag'in. Tig'i bor ekan. Qo'yinka zapas xoti vosh cho'tki moldi. Molda aka mana orqaga. Qash kelyapti. Topma, men senga kimman deyapti, ko'ring. Mana qarang. Orqa ham divan aka. Jonivor. Mol son sog'al mana aka moldan. Aytib urib qo'yamiz mana aka. Molni ko'ring. Gap bo'lishi mumkin. Bu aka ikkinchisi. Ismlari ham aka. Turi 20 dan olishadi. Konkret aka, bu yonlar. Uzunligi ham gaz kalta bo'lmasdi aka, mana qarasa. Gaz kalta bo'lmas aka. Bu ikkinchisi aka. Mana shu ham boshqa. Bu o'ta qo'pol mol. o'xshaydi, ko'ring molni. Qo'pol mol bo'lar aka bu. Molni oyoq qo'lini. Bu qarang, molni qarang. Jonivor. Bekarga oyoq qo'yib ololmasda, gibridlik alomati bor, tumshuq kuchli. Men ham endi ahamiyat berib, uni yelkaga qarang. Molni buni ham ko'ring. Yelkasini qarang. Mana aytdimmi? Buni qo'l kirsa ko'rinmay qoladi qo'l. Oldi ungan qismlari. Aka, mollarga e'tibor bering, hali o'ta hali bo'xchaga o'xshab qorin tashavermagan. Mollarda qorinlari o'ziga yarashib turibdi. Belvoqqa o'xshab turibdi, ko'ring. Do'stim, uchalasini bo'ybasini qanchadan olasan? Bo'ybasini aka 120. 120. Mola 118. Narigilarni xiyol bir xil prosta aka. 1 sm odamgarchilik. Telefon qilsa aka 18 ming 2 mingdan bo'la o'tib beraman aka. Agar bir joyga olsa, narigilarni olsa 18 ming 2 mingdan ketaver aka. Nari ikkita ham. 5 tasi. 5 tasi bir joyga 18 ming 2 mingdan. Siz obunachiz 18 ming 100 mingdan. Baragasini bersin. Yana savdoxonasi bor. Olasiz maza qilasiz aka. Savdoxonasi bormi? Bor. Bo'l, Tildan chiqdi. Savdo. Obunachi savdosi bor. Ko'ngilda o'tib beraman aka. Baragasini bersin. 18 ming 100 ming so'mdan ketaveradi aka. Tushunarli. Mana shu olay ham o'ta biq polvon narsa ekan, a? Mana aka. Ulan udvar. Molni oyoq qo'lini, mana kalla boshlandi mana ko'ring. Oldi bax-baqalar bilan oldi. Qismlariga ham alohida. Ho, tuyoqlarga e'tibor bering aka. Tuyoq ham aka, mana qarang. Mana ko'ring tuyoqni. Tuyoqlari ham tikka holatda. Baquvvat, iligan baquvvat anaqa kichkina bo'lmas aka. Do'stim bo'ybasini nima deb qo'yasiz? Buni 17 ga beramiz aka buni. Bu 15 ga olish o'zi. Bo'yildi. Mana qancha qo'ysangiz bitta molda ham aka. Mana ko'ring. Ko'shni qaytarib yotib jani ber. Mol, udor. Bu aka bir. Ha, ikkalasini sheri qo'yib beramiz. Ikkasini qo'yib beraver aka. Gapsiz yo'q. Bu birinchisi, mana qarang. Bu ikkala o'z sherilar ko'shlarni ham qaytarib turib ekan, jonivor. Mana aka bu. Mana shu mol tulovdan chiqib beribdi. Bu beribligini egasi, ko'ring. Mol tulov. Yaltiragan, a? Tulov bu bo'lgan. Sog'lomlikda aka. Ko'ryapsiz, ko'sh qaytarib turib jani. Ikkalasi ham. Jonivor, ko'stim agar. Buni ham aka zapas xotlari menimcha mumkin. Voy mashalloh, mana ko'ring. Aka terini ko'rdingiz-a? Xamirdek, yupqa xamirdek turibdi. Jigar, bo'ldi bo'ylari bir 17 to's 15 dan olishsin. Narx sensatsiya aka. Narxini eshitaylik. Aka, narigilar 18 300 mingdan qo'ydimmi? Boshini. Ularda aka 1 million o'tib beraman. 17 300 mingdan telefon qilib o'tib beraman aka. Baragasini bersin. 17 300 dan yana savdosi bor. 17 300 ming savdosi ham bor. Har doim o'sha gap. Tanlab olib ketaveringlar. O'sha puldan tanlab olish. Yo'q, ha. Mana bir joyga xohlana bundan xohlana narigilarni 17 300 mingdan olinna baraka topin obunachi. Sizlar uchun xizmatlarimizda qolsa. Aka agar bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita
2, 4, 6, 7 deding. 10 ta dedingiz-ku. Tashqarida ular kichkinada. Endi bu tushadigan bir-biriga tushadigan aytyapman-da. Endi ularga qo'shib beraverma, telefon qilsa. Просто bir-biriga tushadigan. Bo'ldi, tushundim. Bo'yi 120 dan 117 gacha obunachilar. Telefon qo'lina bir joyga 17 bilan 8 ming so'mdan telefon qo'lini o'tib ham beraman aka. Baragasini bersin. Mard gap. Bir joyga 17 bilan 8 ming xohlanma mana buni. Ketaman, mana ular ham ketadi mana. 17 bilan 8 ming so'mdan ketaveradi aka mana. Gap so'z yo'q. Bir joyga 17 bilan beraman aka mana. Molda shunaqa molxonasi bor aka, ukalar bo'lsa mana bunaqa dalalikda bo'lsa ko'ring. Havas qilaman shunaqa joyda bor-ku. Bir qiy-chuv baqir-chaqirdan nari joyda maza qilib, kayfiyatdan boshqacha bo'ladi. Albatta, maza bo'ladi aka mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi aka. Bu kichikroq aka. 1.5 lik atrofidagi variant. 1.7, 1.5 ga olishaveradi aka bo'yini. 1.7, 1.5 ga olaverasiz. Qarang. Mana shu buqa menimcha aytdim-ku, haligida yana Oyboyjon aytayapman, avvalambor shu mol xohlang cho'karding, xohlang boshqa deng, lekin gibridlik alomati bor molda. Albatta. Kelajagida ta'siri bo'ladi molga. Ko'ring aka. Yakka-yakka aytaveramiz. Ikki uzun aytaveraylik aka mana shuni. O'zini aytaveraylik, nariginga aralashtirib. Nariga bu kuchliroq bo'lar aka. Mana o'zi ketaveradi aka bu mol mana. Aytyapman. Aka bu 1.7, 1.5 ga olishaveradi. Hop. Narx aka bo'lgan seni qilib beraman. 15 million 400 mingga telefon qilib o'tib beraman obunachilar. Baragasini bersin. 1.7 bo'yi 15 million 400 ming so'm ozgina xayri bor, o'tib beraman. 15 million 400 ming so'm yana savdosi bor. Bor aka. Endi aka mana gibrid. Bu endi aka, deb Bu keyin endi- shimarib boshlamadingizda. Yo, ishim yengil chimaradigan bo'ldi. Endi buni aka bilgan biladi aka. To'g'ri. Bilmagan o'zi biladi. Kimgadir shu mol. Bir qizil ola turuvdi mana-da. Ha. Ha? Kimgadir shu mol aka, kimgadir yaxshi mol. To'g'risida. Endi misol Uchun shu to'g'ri aytganingiz. aytadi har narsa beradi. Kimgadir yoqarlar, kimgadir shaydasi aka. Shunaqa. Shunday. Mana aka molni xudo xolsa Shaxsan men original. shunaqa mol shaydasiman. Men shunaqa yaxshi narsalar qiziqaman. Puli qimmat bo'lsa ham. Demak, olgan narsangiz qimmat oldingizmi, yaxshi narsa deb qimmatga sotasiz. Albatta, mol turishini qarang. Maza qilishadi aka, xudo xolasa. Aha. Bu aka 1.5, 1.7, 1.5 ga olishaveradi aka. Hop. Narxini aka endi buni to'lg'ani o'zi $1000, $1200 Aha. Endi buni boqsin, yengiloni yengil sotiladi aka. Bo'lgan narxi Yengilingiz necha pul yengilingiz Usmonjon? Mincha odamning ichini yoqdingiz uka. bo'lgan narxini qo'yamiz obunachilar aka buni. Ha, hali oldi qochdi Ha, qilmadi. aka telefon qilsa 20, 18, yarim 19 yo'q aka. 18 bilan 2 ming so'mga telefon qilsin, chiroq o'tib beraman aka. Shuni. Bitta like bossin, xudo xolsa kamini qilib beraman aka. Bu molni bilgan biladi, xudo xolsa bilgan odam rahmat aytadi xudo xolsa aka, obunachilar aka. Otangizga rahmat. Aka, videorolikni ko'rdingiz. Mana agar bo'yiga talashadigan odam bo'lsa, buni puliga o'nida 120 mollar ham bor. Bundan arzoniga. Mana aka, bro, 20. Bundan arzon, 400 ming arzon. Bundan 400 ming arzoniga. Lekin bular boqma, u sifat ekan. Aka, Lekin bu mollar ham aka, qo'limdan kelgancha arzon qilib berdim. Meni monologga qanday narx qo'yishim kerak? Nima aka? Olib kelyapman, sotyapman, kelyapti, ketyapti, kelyapti, ketyapti aka. Misol, haftasiga aka 5 dan 10 dan sotay, 200 ming emas, 100 mingdan qolsa elingan hisobda aka. To'g'risida aka. Olsin, baraka topsin aka. Bir joyga olsa 17 million 8 mingdan ketaveradi aka. Kamini ham qilib beraman. Gap so'z yo'q. Aka, videorolikka yakun yasayapmiz. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqa qilib savdo xonasini qilaverasiz. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.